kafedramizni asoschisi bo'lgan ustozimiz ruhlarni xotirlab bugun biz to'plandik. Shu munosabat bilan so'zni bizda institutimizda rektori professor Akmal Abduqahhorovichga so'z bermoqchiman. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar, vatandoshlar, ishonchli oila a'zolari, hurmatli talabalar. Bugun aslida yetkazdik juda institutimiz uchun qadrli kun. Bugun deganim, bugun nishonchi qadrlayotgan kunimiz. Lekin eslaydigan kunimiz bu tug'ilgan kuni bo'lsin. Institutni direktori bo'lib saylangan kuni. Shu yerda 7 emas 8 yil rahbar bo'lgan ekanlar. Bu inson bilan men 3 yil ishlagan bo'lsam, rektor sifatida. Ko'pinglar undan ham ko'proq ishlagansizlar. Yillar davomida birga ishlagansizlar. Men eslab qolganim bu kishini haqiqiy bu davlat arbobi, siyosatchisi. Bu oson emas. Hozir masalan rektor lavozimida ishlayotgan bo'lsam, og'irligini, yukini men ko'ryapman. O'sha yukni shu kishilar tashiganlar. Og'irlik yukini ular tashiganlar. Sababi markaz davrida kafedra mudiri etib tayinlangan ekanlar va filial davrida birinchi direktor bo'lgan ekan. Kecha masalan kechqurun ham Fayzullah professorimiz bilan eslab hayotlarini esladik. Nima tashabbus bildirganlari, qanaqa boshlanganini. Filial davri boshlanishi davrida Toshkent tibbiyot akademiyasida Turg'unpo'lat Obidov rektor bo'lgan ekanlar, akademik. Shular oldiga borib, faqat sanfak fakulteti bo'lmasin, qo'shimcha stomatologiya fakultetini ochaylik deb o'sha payt viloyat hokimi Alisher aka shular bilan Fayzullah birga borib so'rashgan ekan. O'shanda qo'shimcha yana bitta stomatologiya yo'nalishi ochilgan ekan. Aytmoqchi bo'lganim, birinchi qadam bosish har doim qiyin. Birinchi tamal tosh qo'yish qiyin. Bu insonlarni qadrlamasak, biza e'zozlamasak, muqaddas qilmasak, xotirani abadiy bir muhrlamasak, biza eng katta xato qilgan bo'lamiz. Ruhlar shod bo'lsin, Muhammadjon Qaroboyevichga ham xuddi shunaqa xotirasini abadiy qilib, esdalik qilib, o'zlari ishlagan joyiga muhrlab qo'ydik. Bu birinchi o'rinda bizlarga, professor o'qituvchilarga namuna bo'lish uchun, esdalik bo'lish uchun, talabaga uchun o'rnak bo'lish uchun, intilish bo'lish uchun. Har kuni kirib, endi talabalar bu kafedraning asoschisi kim, filial davridagi birinchi direktori kim, Yusuf nishonchi kim tanigan bo'lsa, kim qadrlagan bo'lsa, kim yaqin gaplar anaqa muloqot qilgan bo'lsa, marhamat chiqib so'zga chiqishinglar mumkin. Bugun faqat yaxshi tilaklar bildiradigan kun, eslaydigan kun va shu o'rinda rektor sifatida topshiriq bermoqchiman kafedra mudiriga va ilmiy ishlar bo'yicha prorektoriga. Yusuf Nishonich tavallud kuniga bag'ishlab yilma-yil konkurs o'tkazasizlar va nomiga atab konferensiya o'tkazasizlar. Bir. Undan tashqari, agar ruxsat bersanglar, ilmiy kengashga qo'yinglar. Ham Muhammadjon Qaroboyevichni, tanisizlar Muhammadjon Qaroboyevichni, ko'rmagan bo'lsanglar ham. Yusuf Nishonovichni nomiga kafedra beraylik. Yusuf Nishonovich nomidagi normal anatomiya kafedrasi yoki akademik Muhammadjon Qaroboyevich nomidagi shunaqa kafedra deb nom beraylik. Ulug'laylik. U o'zimiz zimmamizda. Vazirdan ruxsat so'rashimiz kerak emas. Faqat jamoaviy bir решение bo'lsin. U ilmiy kengashda tasdiqlanadi. Shuning uchun bu masalani hozir ko'taryapman. Ilmiy kengashdan ilmiy kotibimiz ham chetda kiritib masalani hammasini muhokama qilaylik. Ming afsus hozir oramizda yo'q. Men ming afsus bilan Yusuf Nishonovichni xotirlayman. Mana shu institut 1991-yilda tashkil bo'la boshlaganda o'shanda bir masala turgan ekan. Hech bo'lmasa bitta kandidat nauk bo'lsa bo'lar edi. Hech qanaqa bir nima yo'q, ilmiy unvoni yo'q, ilmiy darajasi yo'q. Odamlar qanday ochadi deganda Yusuf Nishonovichni eslashibdi. Bu aydami? Unda nima deyilardi? Bu ilgari boshqa
o'shanda raisdira bo'lishlar ekan Yusuf Nishonchi. Borib Yusuf Nishonchiga taklif qilamiz deyishib, lekin kimdir borishib Yusuf Nishonchiga aytdi, shu yerda shu tibbiyot yo'nalishi bo'yicha bir institutga keyin aylanib ketadigan bir nima ochyapmiz. O'shani borib biror nimasini rahbarlik qilib bersangiz deyishsa, Yusuf Nishonchi aytgan ekan, "Men rahbar bo'lib emas, qorovul bo'lib borishga ham tayyorman" degan ekan Yusuf Nishonchi. Shu so'zi juda bir nimalarda bizda namuna bo'lib qolgan, keyin va'dasida turib kelganlar. Mana hozir rektorimiz aytdi, butun umrini shu institutga berdi. Men bitta narsani yana aytaman. Yusuf Nishonchi o'zini umrinigina emas, Yusuf Nishonchni bitta kremoviy tsvetda Jigulisi bo'lar edi. Jigulisi bor edi. Ko'proq biznikida ham turar edi. Nima qilib, Jigulisini men haydardim. Shu Jigulisini ham shu institutga sovg'a qilib yuborgan inson. Kitob tashib yurib, boshqa bir narsalar tashib yurib, o'sha mashinasi ham shu institut nimasiga singib ketdi. Bu odam shunaqa odam edi. Bir kuni chaqirib aytdi, "Do'stim" dedi, "Men doktorskizni qilib olay" dedi, "Siz boshqarib turing" dedi. Xo'p deb, lekin kalitini berdi. Bu ketdi, men unda qoldim. Doktorskiy qila boshladilar. Keyin Yusuf Nishonchning atrofida juda ko'p odamlar bo'lardi. Ular ham yomon odamlar emas-da. Hammasi yaxshi odamlar edi. Siz ham. Rahmat. Mana Yusuf Nishonchidan yuqqan bo'lishi mumkin. Yaxshi insonlar bilan bo'lsangiz, yaxshi bo'lasiz-da. Mana bugun men juda xursand bo'ldim. Kafedra nomini beradigan bo'lsalaring, juda bir haqli, yaxshi haqiqat bo'ladi. Biz hozir narigi nimada universitetdamiz. Bizda anatomiya kafedrasida Yusuf Nishonovich kubigini tashkillab qo'ydik. Madina ishda hamma narsa bo'ladi, kamchilik ham bo'ladi, urush so'kish bo'ladi, xafagarchilik bo'ladi. Ani ko'nglaringizdan qolib ketmasin deyman. Hech qachon shaxsiy manfaat bo'lmagan. Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, hurmatli ustozlar. Endi o'sha Yusuf Nishonov bilan 1889-yili Buvaydada o'sha Raizrabda tanishdik. Men Andijon medinstitutida o'qirdim, talabalarni yozgi praktikaga olib bordim. Buvaydaga baynsaga kirib borsam, eshikda yonida, hovlida, skameykada bir odam o'tiribdilar. Men "Glavvrach kim?" desam, "Men" dedilar. Yusuf Nishonov o'shda tanishdik. Tanishib, keyin bolalarni praktika qildirdik, boshqa qildirdik. Keyin mana shu aytib o'tildi, Udini binosi Obis parkomi binosi edi. Obis parkom deylardi u mahalda, ikkinchi hokimiyat. Shuni birinchi etajida Komil Mirzayevich kelib, birgalikda ikkita xona berishdi. Shtab va organizatsiya med fakulteta Shergo deb yozib qo'yildi eshigini ustiga. Ana endi to'planib mana shu yerda boshlanishida ikkita kafedra qildik. Bitta kafedrasi fundamental fanlar kafedrasi, Yusuf Nishonov boshliq bo'ldilar. Ikkinchi kafedrasi faqat ikkita kafedra, klinik fanlar kafedrasi deyildi. Bu kishiga yaxshi tilak qilamiz. Rahmat. Ustozim Yusuf Nishonov domlamizni xotirlay turganimizdan juda faxrlanyapman. Men ustozim haqida nimalarni gapirishni xohlayman. Ustoz men ham studentdan yangi o'qituvchilikka o'tgan paytimda ustozni nima deydi, yoshlarga yaratib beradigan sharoitlari xuddi haligi nima deydi, ilmga yo'naltirish, yoshlarga dars berish mahoratlari bizda har doim qoyil qoldirganda, o'sha Yusuf Nishonovich bizga ilmiy mavzu berib, ilmga yo'naltirib, men ustozni birinchi ilmiy shogirdlari bo'laman, shu ilmga rahbarlik qilgan. Yusuf Nishonovich hamma sohada, qaysi sohada gapirsak ham o'rnak bo'ladigan ustoz bo'lgan.
ya'ni yangiliklarga intiluvchan, mana hurmatli Akmal Abduqahhorich ham siz ham doim talabalarga sharoit qilib mana yaratib berasiz. Yusuf Nishonich ham doim nimadir har yili yangilik yaratishga juda mahoratli bo'lgan. Mana o'qigan nimalar biladi. Har yili shu haligi o'qitishni yangi usullarini talabalarga yaratib, sharoitlar yaratib, hattoki Toshkent tibbiyot institutlaridan ham kelib bizni institutlarimizni ko'rib, haligi nima deydi, namuna olib ketardi. Ya'ni keyin yoshlarni ilmga yo'naltirishga juda haligi xohishlari kuchli bo'lgan. Shu talaba bo'ladimi, yosh pedagoglar bo'ladimi, hammaga shu ilm qil, qancha yordam bo'lsa men yordam qilaman deb yetaklaydigan xarakterlari bor edi. Shu ustozni o'gitlarini men har doim shu amaliyotda shu nima deydi, amal qilishga harakat qilaman. Shu ustozni xarakterlarini hech kim, har qanday odam unutmaydigan xarakterlarga ega bo'lgan. O'xshaydi siz xarakteringiz lekin. Rahmat. Oxiratlari obod bo'lsin. Ustoz shu dunyo turguncha tursin, hayotlari obod bo'lsin. Bilasizlarmi, mana shu Yusuf Nishonich bilan haqiqatda biz juda ko'p ishlaganmiz. Men, например, Yusuf Nishonchni 84-yildan beri bilaman. Mana shu Buvaydada ishlayotganda, u paytda значит men urologiyada ishlardim. Ko'p Buvaydaga borib operatsiya qilardik. O'shanda tanishib nima qilib qolganmiz. Endi mana hali Nurullo Ismoilovich aytdi, shu institut, shu oldin fakultet tashkil bo'lgan universitetda, agar bilsalar. Mana shu fakultet tashkil bo'layotganda, o'shanda haqiqatda oqtarib nima qilganimizda Muhammadjon akaga men podskaska qilganman. Shu Yusuf Nishonich o'shanda kandidat nauk bor deb, keyin bular borib ugovorit qilishib olib kelishgan. Bu haligi bizni hayotimizdan bitta bir haligi nima bo'lgan ish, oxiratlari obod bo'lsin. Mana Akmal Abduqahhorich, sizga katta rahmat. Mana o'tgan safar Muhammadjon akani mana shunday bir abadiy nima bo'ldi. Mana bugun Yusuf Nishonichga bag'ishlab mana shu tadbir o'tkazyapti. Men o'ylayman, hamma vaqt Yusuf Nishonich bizni esimizda qoladi, bizim yodimizda qoladi. Mana shu har bitta kelajakda bo'ladigan konferensiyalarda bag'ishlangan mana shu nimada Xudo xolasa hammamiz ishtirok etamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Assalomu alaykum qarindoshlariga va akamiz bir ajoyib bir 45 yil bu kishi bilan osh yedik, boshqa narsa bunaqa inson yo'q. Haqiqatan bu institutni men xabarim bor, mana gap xudochiligida emas. Bu institutni Namangonga tortib ketayotdilar. Shu ikkalalari orqali shu institut qolgan. Buni sababi haligi Minfinda Shermat O'rinbayevich degan odam birga osh yerdik hammamiz akam bilan. Akmal aka bu institutni mana gullatib, shunaqa bir chiroyli qilib, hozir mana qiladigan ishlaringiz qolaversa mana ikkita professorni mana esalik qilib shu ishlarni qilyapsiz. Sizga Xudo iloyim sog' bo'ling, salomat bo'ling birinchisidan, ikkinchidan akamiz ajoyib odam. Mana hozir gaplarni gapirdilar bu kishi bilan. Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, aziz mehmonlar, kasbdoshlar, talabalarimiz. Avvalo bugungi tadbirga yig'ilib kelgan inson menimcha bugungi o'sha yerda gapirgan hamma gaplardan o'ziga juda ko'p narsani olib ketadi. Hayotida juda ko'p yangilik oladi yoki stimul oladi yoki motivatsiya oladi. Haqiqatan ham bugungi tadbir xuddi shunaqa tadbir yoki xuddi shunaqa mazmun beradigan narsa. Endi bugungi tadbirda sababchisi Yusuf aka haqida juda ko'p narsalar gapirildi. Bu qancha gapirsangiz oz, lekin Yusuf aka haqiqatan ham shu aytilgan gaplarga arziydigan inson edi. Men bu odamdan juda ko'p narsa o'rgandim. Hayotda inson qanday yashash kerakligini, vatanga qanaqa mehr bilan ishlash kerakligini, haqiqatan ham halol mehnat qilish kerakligini,
insonlarga vafodor bo'lish kerakligini o'rgatdik. Bu odam nafaqat doktor edi yoki tibbiyot xodimi edi. Bu odam davlat arbobi edi. Mana hozir Akmal Qosimov aytgandek, haqiqatdan Yusuf akam 3 marta Oliy Majlis deputati bo'lgan. O'ylab ko'ringlar, 3 marta Oliy Sovetga deputat bo'lib, bu degani shu xalqimizni, mamlakatimiz ishchilarini yoki xizmatchilarini ishonchini oqlagan inson edi. Akmaljon, sizga juda katta rahmat. Sababi o'tmishni eslamasdan turib yangilik barbod qilib yarasi bo'lmaydi kechada. Demak, sizlar shu o'tmishni ham eslab, kelajakni bugungi, demak, biz hali Akmaljonning ko'p sirlarini bilmaymiz. Juda ko'p bu odamning xayoldagi orzu qilgan narsalarini faqat o'zi biladi. Lekin ba'zida men istardim, mana yoshlar, shatda o'qiyotgan talabalar ko'rasizlar. Balkim biz kattalar ko'rmasdir bu narsani. Lekin hali bu odamning kallasida nimalar qilmoqchi bo'lganini faqat hayot ko'rsatadi. Chunki juda ko'p narsalarni orzu qilyapti. Iloyim, hammamiz mana shu bugungi kunda shu bugungi yosh shijoatkor rahbarimizga ham shuni istagan bo'lardimki, o'tgan rahbarlarimiz, shu ustozlarimiz, Muhammadjon Qoraboy, Yusuf akamlarning ruhlari va boshqa shunaqa ustozlarimizning ruhlari sizni qo'llasin. Faqat ruhlar emas, shatda siz bilan ishlab turgan yoshimizmi, qaribizmi, talabamizmi shu rahbarimiz yoniga kirib, ana shu orzularni amalga oshirishga harakat qilaylik. Ustoz joyi jannatda bo'lsin. Iloyim barcha o'tganlarni avvalo Xudo rahmat qilsin. Istardik yoshlarimiz mana yangi yil kelyapti. Yangi yilda bu yildagidan ham ko'proq muvaffaqiyatga erishaylik. Kelayotgan yangi yil hammamizga, yoshi va qariga baxt, bu yilgidan ham ko'p narsa keltirsin. Iloyim sog' salomat bo'linglar. Yusuf akamning qarindosh urug'lari, mana biz ko'p tuzlaringizni ichganmiz. Bu degani uylaringizda bo'lganmiz, oshlaringizni yeganmiz, mehmon bo'lganmiz. Ba'zida mana rektorimiz juda yaxshi narsani taklif qildi. Shu institutlardagi. Chunki haqqalaring bor. Qachon xohlagan paytlaringizda farzandlaringizmi, o'g'illaringizmi, qizlaringizmi kelib bemalol rektorimizga kelib uchrashlaringiz mumkin. Sizlarga ham katta rahmat, sog' bo'linglar. Oybekjon domlani o'g'illari, kichkina o'g'illari, istardik sizga ham otangizdaqa yaxshi inson bo'lishga. Chunki biz shu domlani deputat bo'lganlarda mana ularni orqasidan yurib qancha odamlarni tanidik, qancha insonlarni ko'rdik. Bu odam to'g'risidagi o'sha ayniqsa qabrga qo'yayotgan kunimiz aytilgan domlaning gaplari insonni titratib yuboradigan gaplardir. Sababi bu insonni faqat biz emas, ishlagan. O'sha yurtida ham, qishlog'ida ham juda hurmat qilishar ekan. Shuning uchun hammamizga ham shunaqa kunlar bersin. Iloyim sog' salomat bo'linglar. Men ko'p gapirgan bo'lsam uzr kechirasizlar, chunki domlalardan juda og'ir kunlarni, juda qiyin kunlarni ko'rganmiz. Shuning uchun men uchun bu odam bir otadek inson edi. Sog' bo'linglar. Shu yerda qalbida bor ekan, o'tganlarni qadrlash, shuncha insonlarga, yoshlarga bilim bergan insonni qadrlash turgan yerda juda ham mamnun bo'ldim. Chunki ozgina bo'lsa ham shu yerga xizmat qilganligidan mamnun bo'ldik. Chunki juda yaxshi inson edi. Men kichkina ukalar bo'laman. Men ham tibbiyot xodimiman. 40 yil shu tibbiyot sohasida xalqqa xizmat qildim. Oddiy vrachdan boshlab shu shifoxonani bo'limda bosh vrachgacha bo'ldim. Yuqumli kasallar shifoxonasida bosh vrach bo'lib. Demoqchimanki, eng ulug' narsa xalqqa ilm berish ekan. Akamiz hamma bu yerda o'tgan gapirganlar taklif etdi. Hammani yaxshi ko'rardi, hammani sevardi, hammani hurmat qilardi. Bu yosh qiziqtirmasdi, u kasbi, mansabi qiziqtirmasdi. Shunaqa yaxshi inson edi. Lekin bitta narsani yomon ko'rardiki, bilim olmagan talabani yomon ko'rardi, bilimsiz shifokorni yomon ko'rardi. Chunki yomon ko'rmasdi. Shunga boshqacha qarardi. Chunki bilimsiz bo'lmasin, talaba bo'lmasin, bilimsiz shifokor bo'lmasin degan iborani ko'p yutardi. Dadamni ko'rgan chehralar hammalaringizga birinchi o'rinda ta'zim qilaman. Dadamni shunchalik hurmat qilib, shunchalik tadbir o'tkazganlaringga. Dadam faqat ilmiy mana shunday darajaga erishgan bo'lgani qolmay, nihoyatda farzand oilaparvar edilar. Nihoyatda farzandlarni juda yaxshi ko'rishardi. Har birimiz uchun qayg'urib turishardi. Farzandlarini ko'zlariga qarab turardi.
shunaqa sevishardiki, dadam biz borsak uyda o'tkazgani joy topisholmasdi. Ayniqsa mana shu dadamni orqasidan borgan qizlarini, mana shu domlalarni, voy men orqamdan qizlarim kelyapti ekan, domlalarim kelyapti, bo'laqa qizim tezda choy tayyorla. Darrov ovqat qildirishardi, choy tayyorlashardi, meni qizlarim kelyapti, ular Farg'onadan kelyapti, meni yo'qlab kelyapti deb shunaqa boshqacha ko'zlar chaqnab ketardi. Iloyim, sizlar dadamni ruhlari sizlarni hammalaringni qo'llasin. Dadamdek hammalang sizlar ham professor darajasiga ko'tarilinglar. Dadamdek obro'ga ega bo'linglar. Sizga ham kattakon rahmat Akmaljon. Iloyim martabangiz bundanda ulug' qilsin. Professor darajasi, akademik darajasigacha yuksaling iloyim. Martabalaringni ulug' qilsin. Rahmat kattakon e'tibor uchun. Akmal aka rahmat, ustozlar rahmat sizlarga katta. Dadamlarni shunchalik eslab, xotirlab, shu fakultetlarni nomlariga qilib qo'yib, shuncha tadbirlar yaratibsizlar, rahmat katta. Alloh o'zlari sizlarga quvvat bersin, dadamlar ruhlari shod bo'lsin. Endi dadamlar haqiqatda o'zlarini umrlarini ilmga, shu nimalarga bag'ishlagan. Oxiri mana shu paytlarda endi asosan men kenja o'g'ilman, doim uydaman. Endi ilmlari bo'lib turib ham ertaga darsim bor, o'qib ber deyishardi menga. Hurmatli yosh hamkasblar, sizlarga murojaatim shuki, ko'rib turganinglardagi shunaqa inson bo'lib yetish oson emas. Bu mushkul ish. Bu o'z ustidan ishlash degani har kun ish. Ordinaturadan keyin yoki oila qurgandan keyin unaqa bilim olish bo'lmaydi. Vaqtdan bo'lmaydi unasiga. Kandidatlik darajasiga yetsanglar ham, doktorlik darajasiga yetsanglar ham u bilimni ola olmaysizlar. U kichkina yo'nalish bo'lib ketaveradi. Uzayib ketaveradi. Katta yo'l kichkina bo'lib ketaveradi. Hozir 6 yillik davrida ota-ona boquvida, qarindosh urug' qo'llab-quvvatlashda foydalanish kerak vaqtdan. 25 ga kirgandan keyin o'zi oila tashvishi, g'am tashvish, boshqa tashvish bilan ko'payib ketaverar ekan. Aytmoqchi bo'lganim, oliy dargohda ishlashi eng oliy maqsadi ham shu. Nimaga eslayapmiz? Agar vazirlikda ishlasanglar, hokimiyatda ishlaysizlarmi, raisdrah bo'lasizlarmi, oblzdrah bo'lasizlarmi, qayerda ishlamayinglar ham kafedra eslaydi har doim. Kafedrada talabalar eslaydi. Professor o'qituvchilar hamkasblar eslaydi. Boshqa unaqa dargoh yo'qki, oliy dargohdan tashqari shunaqa eslaydigan odam. Shuning uchun harakat qilinglar. Yusuf Nishonov, Muhammadjon Qolaboyezdagi inson bo'lishga havas qilinglar. Eng keragi havas. Havas bo'lsa maqsad bo'ladi. Maqsad bo'lgandan keyin harakat bo'ladi. Harakatni mana bizni institutimiz o'zimiz davlat rahbari boshchiligida yaratayotgan sharoitlar orqali erishamiz.